Siz arzon narxda sotib olgan Made in China markazidagi kiyimlar qancha qurbonlik evaziga ishlab chiqarilganini bilasizmi? Qancha bola onasiz qolgan, qancha musulmon qullikka mahkum qilingan, qancha ayol tazyiq va tahqirlarga duch kelgan. Biz kiygan har 5-paxtali kiyim nisbatan mana shunday og'ir sharoitlarda zulm ostida ishlab chiqariladi. Har doim do'konlarni aylanarkanmiz, ko'zimiz Made in China, ya'ni Xitoyda ishlab chiqarilgan degan yozuvga tushadi. Lekin ushbu yorliq osilgan mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun son sanoqsiz Uyg'ur bolalari tinimsiz ishlashi, ularning ota-onalariga bosim o'tkazilib, qiynoqqa solinishini tasavvur qila olasizmi? Agar biz bu haqida Xitoyning o'zida gapirganimizda, ehtimol allaqachon qamalgan bo'lardik. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda 1.8 million sharqiy turkistonlik o'z milliy va diniy qadriyatlardan mahrum qilish uchun mo'ljallangan qayta tarbiyalash lagerlarida saqlanmoqda. Qochishga uringanlar esa qattiq jazolanadi. Shu bilan birga yanada qattiq tartibdagi qamoqxonalarga joylashtirilishi mumkin. Ular Xitoy Kommunistik partiyasiga sadoqat qasamyodi qilishga, islomdan voz kechishga va mandarin tilini o'rganishga majbur qilinadi. Bunday joylarda ayollarning jinsiy zo'ravonlikka uchrashi oddiy holatga aylangan. Biz keltirgan misollar qanchalik og'riqli bo'lmasin, ular xudosiz Xitoy hukumati amalga oshirayotgan ishlarning faqat bir qismi xolos. Brend gunohlari turkumining ushbu sonida biz sizga Xitoyning Shein va Temu kabi platformalari qanday qilib o'sgani, katta tezlikda hayotimizning bir bo'lagiga aylangani va inson huquqlarini buzishda davom etayotgani haqida so'z yuritamiz. E'tirof etish kerakki, o'tgan asrning 70-yillardan beri Xitoy ulkan iqtisodiy o'sishni boshdan kechirdi. O'z vaqtida bu yuksalish iqtisodiy mo'jiza deb ham ataldi. Millionlab odamlar qashshoqlikdan qutuldi. Biroq Xitoyning global iqtisodiyotga kirib borishi milliy ozchilikning majburan arzimas haq evaziga quldek ishlatilishi bilan birga kechdi. Ekspluatatsiya jarayoni kuchaygani sari Xitoy iqtisodiyoti ham o'sib bordi. Britaniyadagi tadqiqot markazlarining biri keltirgan hisobotda shunday deyiladi. Tez sur'atlarda iqtisodiy o'sish va jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuv natijasida Xitoy dunyoning eng yirik ishlab chiqarish ustaxonasiga aylandi. Ushbu tadqiqotga ko'ra, bu ustaxona ishchilari ortiqcha ish soatlari, xavfli mehnat sharoitlari va jinsiy tazyiqlarga ko'p duch keladi. Eng kam ish haqi har doim ham to'lanmaydi va ko'p hollarda hatto insonning asosiy yashash xarajatlarini qoplash uchun ham yetarli bo'lmaydi. Ayniqsa musulmonlar qattiq ekspluatatsiya qilinadi. Mehnat qonunchiligiga esa ko'pincha amal qilinmaydi. Bunday suiiste'mollarga duch kelgan ishchilar esa o'z ovozini chiqara olmaydi. Chunki mustaqil kasaba uyushmalari taqiqlangan va ijtimoiy faollar qattiq ta'qib qilinadi. Xitoy Sharqiy Turkistonda majburiy mehnat tizimidan foydalanmoqda. 1,5 milliondan ortiq Uyg'ur ishchisi qayta tarbiyalash lagerlaridan chiqarilgandan keyin paxta teruvchi sifatida ishlashga majbur qilinadi. Uyg'ur turklari dunyo paxtasining taxminan 20% ni ishlab chiqaradi. Tadqiqotlar esa dunyo bo'ylab ishlab chiqarilayotgan har 5 ta kiyimdan biri majburiy mehnat hisobiga tayyorlanishini ko'rsatadi. Bu esa amalda deyarli barcha yirik brendlar mazkur tizimga bilvosita sherik bo'lishi mumkinligini anglatadi. Bularning barchasi faqat kiyim-kechak brendlariga tegishli emas. Xitoy bo'ylab minglab Uyg'ur turklari kiyim-kechakdan tortib texnologiya mahsulotlarigacha bo'lgan turli tovarlarni ishlab chiqaradigan fabrikalarda mehnat qilmoqda. Ular ish boshlagandan keyin bu tizimdan chiqib ketish imkoni deyarli yo'q. Musulmonlar doimiy ravishda kuzatuv ostida bo'ladi va o'z dini hamda madaniyatini unuttirish maqsadida mafkuraviy tarbiya dasturlaridan o'tishga majbur qilinadi. Bu amaliyotlarda ishtirok etayotgan brendlar noma'lum yoki kichik kompaniyalar emas. Ular har bir inson kamida bir marta foydalangan yoki mahsulotini xarid qilgan mashhur brendlardir. Tadqiqot markazining ochiqlashicha, Amazon, Apple, Adidas, Nike kabi kompaniyalar Uyg'urlarning majburiy mehnati bilan bog'liq ta'minot zanjirlariga ega deb ko'rsatilgan 83 ta kompaniya qatoriga kiradi. Endi butun dunyoda katta shov-shuvga sabab bo'lgan chakana savdo bozoriga favqulodda arzon narxlari bilan kuchli ta'sir ko'rsatgan Temu va Shein haqidagi faktlarga o'tamiz. Shein ham, Temu ham mahsulotlarni juda past narxlarda sotuvchi elektron tijorat brendlaridir. Shein asosan moda mahsulotlariga ixtisoslashgan bo'lsa, Temu hayotni yengillashtiruvchi turli toifadagi mahsulotlarni taklif qiladi. 2023-yilda Temu Apple Store'dagi eng mashhur bepul ilova, Shein esa AQShda eng ko'p yuklab olingan ikkinchi xarid ilovasi bo'lganini aytish kerak. Xo'sh, ular qanday qilib mahsulotlarni shunchalik arzon sotishga muvaffaq bo'ladi? Qanday qilib har kuni 10 minglab yangi mahsulot turlarini qo'shadi? Bu arzon ishchi kuchi, haddan tashqari uzoq ish soatlari, kuchli bosim va suiiste'mol hisobiga amalga oshiriladi.
Ko'p hollarda bu jarayonlar mehnat shartnomalarisiz kechadi. Ko'plab hisobotlarda tezkor moda giganti Shein ishchilar ekspluatatsiyasi, mualliflik huquqlarini buzish va atrof muhitga zarar yetkazish kabi axloqsiz biznes amaliyotlari bilan bog'lanadi. Bloomberg tomonidan o'tkazilgan laboratoriya tekshiruvlari Shein mahsulotlarida qo'llaniladigan paxtaning katta qismi Sharqiy Turkistonda yetishtirilishini ko'rsatgan. Ishchilar odatda haftasiga 7 kun, kuniga 14 soatdan 18 soatgacha mehnat qiladi. Maoshlarning pastligi sababli ular bu ishni rad eta olmaydi. Rad etgan taqdirda esa ishdan bo'shatilish xavfiga duch keladi. Bundan tashqari qo'shimcha ish soatlari uchun ko'pincha haq to'lanmaydi. Shu sababli ko'plab faollar iste'molchilarni Shein kabi kompaniyalarni boykot qilishga va bunday zulmga barham berishga qaratilgan harakatlarga qo'shilishga chaqirmoqda. Temu ham tez suratlarda o'sib borayotgan onlayn savdo platformasi sifatida tanqid qilinadi. Shein va Temuga nisbatan bildirilayotgan tanqidlar ularning ta'minot zanjirlarida majburiy mehnatga qarshi samarali nazorat tizimlarini yaratmagani va majburiy mehnat bilan bog'liq hududlardan mahsulotlar yetkazib olishi bilan izohlanadi. Ushbu hisobotlarning o'zi Xitoyda ishlab chiqarilayotgan ko'plab mahsulotlar kiyim-kechakdan tortib texnologiya vositalarigacha Sharqiy Turkistonlik erkaklardan tortib ayollar va bolalargacha majburiy mehnatga jalb qilinishi asosida ishlab chiqarilishini anglatadi. Uyg'urlarning majburiy mehnatga jalb qilinishi, insoniy huquqlari buzilishi va Xitoy hukumatining repressiv siyosatiga qarshi xalqaro miqyosda turli kampaniyalar tashkil etilmoqda. Inson huquqlari tashkilotlari, fuqarolik jamiyatlari guruhlari va faollar Xitoy hukumatining Uyg'ur xalqiga nisbatan zulmini to'xtatishga chaqirmoqda. Masalan, Erkin Uyg'urlar harakati ijtimoiy tarmoqlar va boshqa vositalardan foydalangan holda Shinjon mintaqasida Uyg'urlar duch kelayotgan bosimni xalqaro jamoatchilikka yetkazishga harakat qilyapti. Harakat bayonotida Uyg'urlarning qayta tarbiyalash lagerlariga joylashtirilayotgani, majburiy mehnatga tortilayotgani va madaniy zulmni boshdan kechirayotgani aytilgan. O'z navbatida Yevrokengash ham Xitoydagi majburiy mehnat masalasi bo'yicha qator qarorlar qabul qildi. Kengash Uyg'urlarning huquqlari toptalishi orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlarni Yevropa bozoriga kiritmaslikni talab qildi. Shunga qaramay Xitoy bu borada biror o'zgarishni amalga oshirmayapti. Ko'p davlatlar Xitoyning Uyg'urlar va boshqa milliy ozchilikning huquqlari buzilishiga nisbatan o'z munosabatini bildirmoqda. Albatta, AQSh boshchiligidagi G'arb davlatlari rasmiy Pekinning musulmonlarga nisbatan zulmidan astoydil kuyunib, tanqid qilmayotgan bo'lsa-da, o'z manfaatlaridan kelib chiqqan holda Xitoyga bosim o'tkazmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa Ittifoqi, Britaniya, Yaponiya, Germaniya, Fransiya va Avstraliya kabi davlatlar Xitoyni turkiy xalqlarni majburiy mehnatga jalb qilish, o'zboshimchalik bilan hibsga olish, ularga nisbatan turli qiynoqlarni to'xtatishga chaqirdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotida 51 a'zo davlat inson huquqlari buzilishini qoralovchi qo'shma deklaratsiyasini e'lon qildi va Xitoydan BMT Oliy komissari hisobotidagi tavsiyalarga rioya qilishni so'radi. Bu kabi xalqaro harakatlar Uyg'urlar nomidan biroz oldingi siljishlarga olib kelgan bo'lsa-da, Xitoy siyosatida aytarli o'zgarishlar bo'lmadi. Xulosa qilib aytganda, biz Shein va Temu kabi Xitoy brendlari taklif qilayotgan past narxlar ortidagi og'ir haqiqatlarni e'tiborsiz qoldirmasligimiz kerak. Ushbu brendlar Xitoy lagerlarida quldek ishlatilayotgan turkiy xalqlarning mashaqqati ortidan iqtisodiy o'sishga erishmasligi kerak. Bugungi kun voqealari dunyoning eng katta iqtisodlari, G'arb davlatlari va Xitoy kompaniyalari har qanday vaziyatda insonparvarlikni emas, balki o'z manfaatlarini birinchi o'ringa qo'yishini ko'rsatmoqda. Shu bois biz iste'molchi sifatida sezgir bo'lishimiz, Uyg'urlar va falastinliklarga nisbatan genotsidni qo'llab-quvvatlayotgan kompaniyalarning mahsulotlarini imkon qadar sotib olmasligimiz zarur. Ularning yorlig'i ortida yuzlab og'riqli hikoyalar va musulmonlarning zulm ostidagi hayoti borligini esdan chiqarmaylik.